duo qilib qo'yasiz endi. Bitta qarsa chalib qo'yadiga. Rahmat deb degan. Avvalambor assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, mana necha odam kelib ketdi, eng yaqinda shu yer odam turibdi. Bu eng birinchisi to'ydan oldin kiyolib turgan ukalarim oqibatli insonlar. Hozir O'rta Osiyoda hamma respublikasidan mehmonlar keldi, hammamiz tanishlarimiz, san'atkorlar, mehmonlar. Shunchalik xursandmanki, ukalarim shunchalik ilmiy darslar soldi, Yahyomin. Aka-ukalar aqlsizligiga ko'rsatmasan avvalambor. Ishni bekordan bekorga bo'lmaydi. Sababi sizlar ustozimiz Sheraljo'ning duosini olgan insonsida akamni Alloh rahmatiga olgan to'ylar chiqardi bo'lsin. Sizlar ham o'tganlarni, otanglarni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Sizlar salomat bo'linglar. Bashariyatga xizmat qilib, hamisha mana nasib olsin. To'ylardan boshiga chiqmasin. Alloh rahmat xush kelibsizlar. Hurmatingiz uchun